Yurttaşlar size köp soragan, bize köp tayarlangan aksiyamıza start verdik. Yeni kirmaç, avtomat kirmaç yıllarınızda 50 faizli aksiyaya start verdik. Qani? 50 faiz narxımızda 4 milyon so'mlik kirmaç yılımız 2 milyon so'ma tushgan. 4 milyon 400 bin so'mlik 2 milyon 200 bin so'ma tushgan. 3 milyon 200 bin so'mligimiz 1 milyon 600 bin so'ma tushgan. Narxı? Shuhata 5 milyonlukini alsalar 2,5 milyon so'm to'lab o'tadilar. 6 milyonlukini alsalar 3 milyon so'm to'lab o'tadilar. Hamma kirmaç yıllarımızda yarım narxında xarid etishlari mumkin bo'ladi. İvezine bizani dükkanımızdan isteyen bir dana maishiy texnika satib olishlari kerak bo'ladi. Sharti bo'lgani. Sharti bo'lgani shu bo'ladi. Kirmashinimizni yarım narxında olishi kerak bo'ladi. Dastlabki ustonovkasi nechida oladi? Dastlabki ustonovkasi Qoraqalpog'iston, Xorazm bo'ylab yetkazib beriladi. Bemalol Diller 300 magazinimizda 10 günlük aksiyamızda gelip xarid etib olishlari mumkin bo'ladi. Obunachilar, bu narx degani vobshim chotki konkret narxdan qaranglar. 1 milyon 600 bin so'm kirmachi xarid etib olasizlar. Ya'ni do'konimizdan bo'lgani bir televizor ma, gaz plita. Xohlagan bir maishiy texnika asangiz bo'ldi. Asangiz bo'ldi. Ergash Bey aka, televizorlarni narxini tushirib beraman dedingiz. Televizor narxini ham tushiramiz, podarkisini ko'paytirib beraman dedim size. İkisi birgalikda bo'ladi bugun. 2 milyon 400 bin so'mlik kirmachimiz 2 milyon so'mga tushgan. Televizorimiz 2 milyon so'mga tushgan. 3 milyon 100 bin so'mligi 2 milyon 400 ga, 3 milyon 200 ga 2,5 milyon so'mga. Hammasini narxi tushgan. Undan tashqari bo'ldi emas. Bir dana televizor xarid etib oladilar. 2,5 milyon 3 milyon televizor, bir onlik televizor xarid etadilar. Yanında subwooferning ajoyibidan kolonkasi. Bir dana mı? Bir dana pilisosi. Pilisos ham yanında. Pilisos ham yanında. Qani? Bir dana quyosh pechkasi, xushtak choyniki, kapga cho'mish nabori, kranch teri, damoz uchun bileti mutlaqo tekinga qo'shib beriladi. Adashma Ergash Bey aka. Adashmadim. Bir dana pilisosi millionlik, bir dana subwooferi, bir dana quyosh pechka, xushtak choynik, nabori. Dastlabkasi bo'ladi. Dastlabkasi ustonovkasi ham bo'ladi. Bu bronlik televizorimiz bu. Kattasini emas, adashganim yo'q. Endi qarang, agar 50lik, 55lik, 65lik, 75lik katta televizor xarid etib 50lik olsa, 50liklardan boshlab katta televizor olsalar, kolonkini ham kattasidan beradi. Qani? Kolonkini kattasidan, undan tashqari bir dana televizor ham qo'shib beraman. Smart Android. Smart Android. Shunda bir televizor podarki bo'ldi. Yanında bu televizora bu kolonki podarki bo'ldi. Bu falan ne? İşkilip podarki bo'lib yotdi. Podarki bo'lib yotdi. Kanaldan ko'rganlar uchun quyosh pechkisi bo'lib turibdi. Videoga like bosganlar uchun pilisosi bo'lib turibdi. Ama qaranglar, bu ballar uchun podarki. Bu o'zi kuxniya qo'yish uchun podarki. Bu oyoq dongdirish uchun, ya'ni oyoq dongdirib olsa qizdirish uchun. Ayol qizlarimiz uchun pilisosi. Bu podarki. Televizor uchun krashtir podarki. Bu например, endi bir 2,5-3 milyonlik narsa bo'ldi. Tamam, liboyna beriladi. 3,5 milyon so'mga bir dana televizor oladilar. Ishida ko'rib turgan 4,5 milyon so'mlik sovg'amiz. Obunachilar ne deysizlar? Haqiqiy o'z fikringizni saqlangsiz, kommentariy yozasizlar. Kommentariyaga bo'lmaydi podarkalarni qo'ydilar, xudo xolasa, uni ham ko'rib borarsizlar. 1 milyon 400 bin so'mlik xolodilnikimiz 2 milyon 400 bin so'm bo'ldi. Qani, 3,5 milyon so'mligimiz 2 milyon 500 bin so'm bo'ldi. 3 milyon 800 bin so'mligimiz 2 milyon 800 bin so'm bo'ldi. Bo'lmadi. Yanında bir dana televizorni qo'shib beraman. Hazil emasmi? Hazil emas, Smart Android 32lik televizori. Yanında crunch ham bo'ladi. O'ylaning aka, bu narsa 2 milyon 400 etishdi o'zi, to'g'rimi? Amma yillarda turibdi 3,5 milyon. 10 oy foydalandik. 2 oy xalqimiz uchun beramiz. 2 oy xalqimiz azatsin. Mana qarang, esa bu xolodilnikimiz 2 milyon 400 aldimiz. Abi 2 milyonlik televizor getirdi. 400 bin so'mga xolodilnik chiqib turibdi. Damoz uchun bileti beriladi. Ustanovki dastlabkilar ham ichida bo'ladi. Yurtdoshlar qishki sezonda xolodilniklar narxi sindi. 6 milyon 600, 6 milyon 500 satilgan xolodilnikimiz 5 milyon 400 bin so'mga tushgan. Qani? 6 milyon 800, 6 milyon 900 bin so'mdan satilgan Rossiya xolodilnikimiz narxi 5 milyon 600 bin so'mga tushdi. 7 milyon so'mdan satilgan inverter modeldagi xolodilnikimiz narxi 5 milyon 800 bin so'mga tushdi. 5 milyon 800 bin so'm gigant xolodilnik. Gigant xolodilnik. Endi qarang, 5 milyon 600'likini olamlar, 5 milyon 400'likini olamlar. Bir dana xolodilnik oladi, bir dana 32'lik Smart Android'dan bir dana televizor. Bir dana mı? Kuxnisini, yo'q, bo'lmadi emas. Mehmonxonasi uchun kattasidan 1 metrlikidan ham bir dana televizor. Endi hazillashtirsak indani. Yo'q, hazil emas, chin bo'ladi. Ama qarang, 5 milyon 400 bin so'm xolodilnik xarid etdi. Qarang, kattasidan. Yanında 32'lik Smart Android televizor. 40'lik ham bor. Yine 40'lik ham yanında bo'lma. Crunch ham bor. Damoz uchun bilet ham bor. Dastlabki ustonovkasi ham. Dastlabki ustonovkasi ham tekin bo'ladi. Obunachilar bitta like bosasiz aniqlaykin bu videomizda. Konditsionerlar narxlarini sindirdik. 5 milyon 600 satilgan telli konditsionerimiz 4 milyon 800 bin so'mga tushgan. 5 milyondan satılganı 4 milyon 400 bin so'mga tushgan. 4 milyon 300 bin so'mga tushgan. Qani? 7 milyonlukumuzda 6 milyon so'mga tushirganmiz. Hamma konditsionerimizda narxlarni arzonlashtirganmiz. Dastlabki ustonovkasi Xorazm, Qoraqalpog'iston bo'ylab yetkazib qurdirib ham beramiz. Damoz uchun bilet ham beramiz. Bo'lgan narxni arzonlatding, bo'ldimi desanglar, yanglishasizlar. Yanında sovg'asini bir dana gaz plita. Oddiy gaz plita emas, usti cho'yin, ishlari gazdan
gaz plitamiz bo'ladi. Bundan tashqari vitishkasini ham qo'shib beramiz. Vitishkasi ham yanındamı? Agar meni uyimda bu ikki narsamizdan bor desalar, iPhone'dan 50 dyumdagi Smart Android 4K ish qilib eng full versiyadagi zo'rindan 1.30 kazmeda televizor ham beramiz. Ha, Ergeç bir qarang. Ha bunu o'zi 4 milyon 800, 4 milyon 500 ya 5 milyon aldı dey. Bu 5 millionluk 5 milyon televizor gitdi buni. Xata hisob kitobi to'g'ri kelmaydi. Bu narsani bilamiz. Xalqimiz uchun bo'ladi dedik-ku. Ina xalqimiz kutgan aksiya uchun. Bo'ladigan Samsung brendidan ajoyibundan blender qo'yib beramiz. Bir dana, ikki dana deb o'tirma, 3 dana blenderni chiroyli fikringizni yozdirib qoldiring. Shu narsalar sizniki bo'lishi mumkin bo'ladi. Hurmatli obunachilar, sizlar like'larınız bizlar uchun muhim. Yani sizdan pul yemedi. Обязательно like bosib, aka-ukalar uchun eng ko'p kommentariy yozgan odamlar o'tadi buni xudo xolasa. Assalomu alaykum. Hurmatli oilaviy tun obunachilari, sog'misizlar, omonmisizlar? Videomuz vobshim zo'r bo'ldi. Aksiyamiz haqiqatan ham dahshat bo'ldi. Nasriyani ko'tarib bitta like bosib, kommentariy qoldirasizlar. Sababi kommentariy uchun ham zo'r sovg'ani qo'ydilar. Albatta kommentariy nechalik ko'p yozsangiz, shunchalik uchish imkoniyat ko'p bo'ladi. O'tgangi videodagi kommentariyani aniqlab o'tdik video davomida. Hurmatli obunachilar, bugun maishiy texnika do'konida, ya'ni Dealer 300da haqiqatan ham nerealniy aksiya desak bo'ladi. Sababi kir mashinlarimiz yarim narxına chiqib qoldi. Yarım narxına chiqqan so'ng o'zingiz video davomida ko'rasizlar. Обязательно videoni o'tirmasdan unutma ko'ringlar. Aytgan gaplarni sinkronlashtirib kelinglar hurmatli obunachilar. Ya'ni bugun xudo xolasa aksiyani bombasi oldi. Biz tashqarida adresimizni tushuntiramiz. Ki videomizni boshlaymiz. Asa videoni oxiridan ko'rasizlar, qo'llab-quvvatlab, like bosib borasizlar obunachilar. Adresimiz Qoraqalpog'iston Respublikasi 4Gulda. Ya'ni Ulug'bog' ko'chasida hurmatli obunachilar. Buyon tarafimizdan kelaverishda hurmatli obunachilar, ya'ni Urganchdan kelasizlar, Urganchdan kelaverishda 4 masjid chiqadi oldilangizdan. 4 masjiddan o'tib kelasizlar bozor oldi bilan hurmatli obunachilarimiz. Ya'ni Ulug'bog' ko'chasidan bilan ikkilan svetofor keladi. Ikkilan svetoforda o'tmagan holatda hurmatli obunachilar chap qo'la burilib 50 metrdan ko'za Dealer 300 deb yozib qo'yilgan mashinam turibdi oldinda. Buyon tarafimizda hurmatli obunachilar Sarimoy, To'proqqala, Qozog'iston keluvchilar uchun Do'ri betonkadan kelasizlar. 4 quruquna kelib, yana aytamiz, Ulug'bog' ko'chasida bilan svetofor bor. Shu bilan svetofordan qaranglar, bilan svetoforda o'tmagan holatda 10 qo'l aylanasizlar 50 metrdan ko'z Dealer 300. Xudo xolasa bugun aksiyani zo'r bo'ladi deb yerga shekamiz aytdik. Qani yangiliklarni ko'rib kuzatib borasizlar sizlar bir yandan. Mashinamiz turibdi obunachilar. Xudo xolasa. Assalomu alaykum. Ergashmaga sog'misiz, omonmisiz, charchamasdan. Bormisiz bugun? Rahmat. Salomlashib qo'yaringiz. Salomlashib. Assalomu alaykum oilaviy TV kanali obunachilari, Dealer 300 magazinimiz, maishiy texnikalarimiz do'konimiz xaridorlari. Sog'misizlar, omonmisizlar, yaxshimisizlar? Hammangizga yaxshi kayfiyat tilaymiz. Xudo xolasa bugun shu xatom yana ekan ko'p vaqt bo'ldi bu yerda video chiqara olmadik. Sababi aksiyalarni zo'r bo'lishi uchun, takrorlanmasligi uchun, boshqalarga o'xshamasligi uchun tayyorgarlik ko'rganmiz. Qani? Xudo xolasa birgalikda shu aksiyalarimiz bilan batafsil hozir tanishtiramiz, bir xato tushuntirib o'tamiz. Bo'ldi. Endi qarang endi. Bu aksiyamizni shunchaki qo'yib berasiz dedilar. Bu aksiyamizni 10 kun qo'yib beramiz. Endi 5 kun desak, ko'p odam üspet etmay qoladi. Chunki bizani masalan aksiya chiqaradi deb tayyorlanib o'tirgan odam yo'q-ku. Biz aksiya chiqarganimizdan keyin pul jamlaydi, bu yandan bu yoqdan oladigan bo'lsa, oladi, tergani bo'lsa, teradi, ish qilib yig'ib terib 10 kunda üspetasi oladi. Shuning uchun 10 kunda üspetasiya bo'ladi. Endi 10 kundan uzoq ham qo'yib bera olmaymiz. Ne uchun deydigan bo'lsanglar, bir xil modeldan 100 dana kir mashin tushirib qo'ygan bo'lsak, 100 dana televizor tushirib qo'ygan bo'lsak, shu modelimiz 10 kun ichida tugab qoladi bizda. Tugab qolgandan keyin yangidan zagodovka etib, yangidan aytkalib, taxlab turib, bu narxlarga, bu aksiyalarga qaytadan ishlashimiz uchun ozgina vaqt kerak bo'ladi. Shuning uchun qisqa emas, o'rtacha deb olsak bo'ladi, 10 kun qo'yib beramiz. 10 kun. 10 kunlik aksiyamizni qo'yib beramiz. Keyin bu aytganimizdek sirtda turgan mashinamiz bor, Damas avtomobilimiz bor. Buni aksiyasi 31-dekabrgacha bo'lib o'tadi. Bizlardan 31-dekabrgacha, masalan, ertangi kelib bir dana maishiy texnika xarid etib ketsalar, shu qutichamizda bir dana bilet tashab ketadi. Qarang, bundan tashqari Damazdan tashqari 60 tona katta sovg'alar 60 dana maishiy texnikalar qo'yilgan sovg'alarimiz ham bo'ladi. Bular uchun ham oddiy bilet beriladi. Shu Damazimiz 60 dana, 61 dana общий sovg'a bo'ladi. Yangi yilda 31 kuni o'ynaladi. Bu yerda o'tish imkoniyati dim katta shu xata. Shuning uchun kelib turib narsa xarid etib olsalar, xudo xolasa tibi bir narsa chiqadi degan umiddamiz. Xudo xolasa. Obunachilar, ya'ni Damaz yangi yilda yangi yil dedim bo'lib o'tadi, nasib bo'lsa kelamiz. Zo'r etib o'tiramiz. Promo efirga o'tiramiz. Ya'ni qaranglar obunachilar, bir de Damaz sovg'asi. Undan tashqari xolodilnik, konditsioner, hammasi bor. Maishiy texnikalar to'plami bo'ladi. Shu narsalardan birisi sizniki bo'lishi mumkin bo'ladi. Yana bu narsamizda shu xato e'tibor etadigan bo'lsanglar, biza faqat maishiy texnika sotib olgan yurtdoshlarimizga bir dana bilet beramiz.
2, 5, 10 dənəni bilet verib qutunu Hər doldurup bir- taşamayımız. Klientə bir dana. Her bir oyunumuz şeffaf, hakiki, hakkani ötüşünü Xuda xalasa təminlab qoyğanımız təminliyimiz. Bo'ldi. İndi şu xəta aytganımızdək, hazır yenə girib gəndəm, aksiyaların neçik bolsun, zor ətişimiz üçün, təyərgəllik görgən deyən nərsəmiz var. İşödə görüb durğan kirmaşınlarımız yenə birinci temamız boladı hazır. Köpçilik yurttaşlarımız həm muaq soruydu bizədən arzan narx, arzan narx, arzan narx. Klientlərimiz soruydu onu, fəqət şu nərsə boladı, arzan narx boladı. Arzan narxdan təşqarı sifətli mahsulat boladı. Arzan narx aytıb çıxqan bilən prosto nərsə heç kimə qızıq əməz nərsə ağandan ki işlətişi gerek boladı. Alğan nərsəsi həm sifətli, həm padarkəsi zor Həm olacaq gerek. padarkəsi zor, həm aksiyası, həm mənəsəsi zor buluşu gerek boladı. Çünki ki yine yurttaşlarımıza, Xuda xalasa aksiyamızda, kirmaşınlarımızda 50%li aksiya koyğanımız çıxardı. 50%lik aksiya. 50%lik aksiya koyğanımız. Bu aksiyamız Yengilik konuda. yengilikli. Dün baş keçəsi boladı, dədəsi boladı dedik yengilik, dədəsi boladı. Lekin yurttaşlarımıza yaxşılab, yine videomuzda umuman ötkəzməzdən axırınaça görüşürüz, soruyoruz. Çünki düşünməçilik olması gerek. Şunun üçün bir xatar düşünüb, yaxşılab düşünüb alışınızı soruyoruz. Bo'ldi. İşte görüb durğan şu xatar kirmaşınlarınızı yarım narxında xarid etib alışınız mümkün. Liboyunu. Liboyunu yarım narxında xarid etib alışınız mümkün. Qarın 3 milyon 200 min som ötken safarlık videolarımızdan işi kirmaşınımız çıxar. Sındır sıkımını. İndi qarın, bugünkü gündəki narxı 1 milyon 600 min som olar. 1 milyon 600 bin 1 som. milyon 600 min soma yine işi nərsəmizə keçişləri mümkün boladı. Yine 50%lik aksiyada. Yine bu Beko kompaniyanınki 6 kiloluk rossiyski firma boladı. 50% narxında 2 milyon 200 min soma çıxır. Yeri geçmeye gelken narxı yazıpsız be. Bu həzələmə sifədə qaranqı. Bunu sındırtıraq sıkımını. Sındırdık narxını sındırdık. 3 milyon 800 min somluk Zifler kampanya 6 kiloluk kirmaşınımız 1 milyon 900 min som təcrübə kişiləri mümkün boladı. Yine 1 milyon 900 bin somluk padarkəsə mi boladı? Qaran, indi şu nərsəni düşünüb alışlar degənimizdə bir də 50% 3 milyon 800 min som bizə aslı narxı, şunu 50% teyində narxına yazıb qoyğanımız. Halasa kirmaşını özünü alaman desək, kirmaşını özünü alaman desək 1 milyon 900 min som taşıydı, kirmaşını verəmiz. Verdik. Keyin bizəni dükkanımızdan istəyən bir dənə məişə texnika satıb alışı mümkün boladı. İndi xalasa 1 milyon 900'lük bolsa, 2 milyonluk, 3 milyonluk, haqlağan nərsəsi bolsa, boldu, satıb alsa getə ölərdi. Düşündüm, qarangasa. Mənə təmiz səsə. Mənə təmiz. Gəpəcək indi qara. Ağzı 50%lik aksiyada 50%lik aksiya. 1 milyon 900'e düşdü. 1 milyon 900'e düşkən. Narx düşdü. Hava. Qaran. Yine 1 milyon 2 maşın alman desək, yine 1 milyon 900 bin somluk savğası boladı. 3 milyon 800 tül idi. Yine 1 milyon 900'lük savğası olturtdu. Özü kirmaşın 1 milyon 900'e düşdü. Qaran indi. Yomasa 1 milyon 900'e padarkələ gerek bir desək kirmaşını aladı. 1 milyon 900'e. Bir dənə məişə texnika Liboy məişə texnika alış 1 milyon 900 şərt əməz. 2 milyonluk alamı, 1,5 milyonluk alamı, məişə texnika bolsa boldu, farkı yox. İstəgən nəsə. Canınız sağ olsun nəsə. Şurada doğrusu əvvəl siz aytqan yaz, birinci aytqanız deyə aksiyanı vergənmiz. Vam köpçülükə mənzur bolğan, biləsiz, adam köp olub, soğudan, həm bir adamla gəlgən. Bu nərsənəm özü qızıqarlıdır. Bu təklifdən qaldırğanımız, bu təklifdən qaldırğanımız. İkinci təklifimiz, bana indi meydəçüdələrimiz əməz, məişid, kətlərə, texnika gerek desə, bu kirmaşında şu narxa xarit etib alışı mümkün. Yine 1 milyon 900 min soma aladı 6 kiloluk Zifler kampanyanında yanında yine gerek bolğan haqlağan nərsəsi. Nə oluşun qatdi nəzər, bitoy texnika bolsa bol, bir nəsə xarit etib aladı, şu bilən getə verər. Abunasılar indi düşüngənsələr də ən saatı 1 milyon 900'e kirmaşını özü bitti demiz. 1 milyon 900'e bitirdiler kirmaşını. Lakin ma padarkəs gerekmedi 1 milyon 900'lük desəsə, Liboy bir məş texnikalı şans mümkün. Lakin kirmaşını 1 milyon 900 alasılar. Lakin kirmaşını 1 milyon 900 tamam, nar düştü sındı. Oldu, hava, yine. İB'de yine görüşləri mümkün. 8 kiloluk, 6 kiloluk inverter motorlu səkən 4 milyon somluq 50%'de 2 milyon soma düşkən. Sevintage brendi 2 milyon 600 min soma düşkən. Yine bir de yine 8 kiloluk kirmaşınlarımız var. 7,5 kiloluk 2 milyon 250 min som. 2 milyon 250 geçişken. 2 milyon 250 min som 7,5 kiloluk. 8 200 min soma düşkən. Bunun bir narxla şurada heç edə bolmağanalı. Fəqət bizə də birinci boladı. 2 milyon 700 min som, 2 milyon 600 min som, 2 milyon 900 min som, 2 milyon 950 min som. Yine narx. 5 milyon 800'den 2 milyon 900 min som, 8 kiloluk bu. 8 kiloluk. En zoru babını açılır. Yine Ziflerniki. En bazarda xadavoy boğan nərsə 4 milyon 900'den satılıp durğan nərsə 2 milyon 450 min som. Lekin şu xata bir nərsəni amaçımız gerek. Yuşun narxlarını gördüğünde bizəni aytıb ötədən nərsəmiz dükkanlardan, başqa dükkanlardan salıştıradan bolsanlar iltimas etib qaladığımız klientlərdən bizəni narxlarını aytıb barıb salışdırmanlar. Çünki bu narxlar ne realni narx, zavodlardan vermedi, dükkançılardan çok vermedi onlar. Bizə köpçülük abunəçilərimiz, yurttaşlarımız sorağan üçün bir xalqımıza mənfəətimiz deyilsin degen
ko'pchilik kirmoshina ololmaydigan yurtdoshlarimiz shu narsani olishda pullari yetsin degan maqsadda bahasini tushirganmiz. 5 milyon 800 necha 50 50 foiz aksiyasi bilan 2 milyon 900 ming so'm. Ya'ni 8 kilolik obunachilar qarang yana. Inek mesela 6,5 milyon so'mga kattasini olaman deseler 10 kilolik olaman deseler 6,5 milyon so'mga yine 3 milyon 250 ming so'mga tushgan. Halasa 3 milyon 250 ming so'mga kirmashinni o'zini olsin. Halasa 3 milyon 6 milyon 500 ming so'm to'lasindan 3 milyon 250 ming so'm podarkasini. Podarkasini oladi. Bo'lmasa 3 milyon 200 o'zini to'lasin kirmashina. Hava bir dana meşte texnika. Bir dana meşte texnika xaritasi. Texnika xaritasi. Canınız sağ olsun. Yoki bo'lmasa shu pulni to'lasindan yarım narxındagi yine 4 milyon 7 kiloluk Inmer kompaniyadan inverter motor buning de narxni bo'lmasligini sababini aytaman. Çünkü bu kana 2 milyon 50 ming so'm degani bu Turkiyadan keladigan import mahsulot chetdangi rastamosh yo'l kirayam yetmaydi. Ochiqni aytib Endi qarang, mana aytamiz ergashmay kelgan. Buni san aytchakman. Minasdan plusda aytadi. Bunasdan plusda aytadi. Ben mesela klientning foydasi uchun bu. Klientning foydasi. Xalqimiz manfaati uchun chiqarganmiz. Yine damazda bilet ham bor. Damazda bilet ham bo'ladi. Dastlabkisi, ustanovkisi Xorazm, Qoraqalpog'iston bo'ylab yetkazib qurbon berib kelamiz. Obunachilar bu aksiyani qilishdan sabab bu xalqimiz shu 10 yillik aksiyadagilarning bu xalqimizga paydosi bo'lgani uchun chiqaracaklar. Buni minus taraflama bo'lsa chiqarmaydilar buni. Sababi xalqimizga paydosi desa xalqimizga mazzatib olib xarid etadi. Qarang yine. Yine sizlara 4 milyon 100 dan 50 foizinde 2 milyon 50 ming so'mga shuni to'laydilar, 2 milyon 50 to'laydilar. Oldilar. Bo'ldi. Endi bir dana televizor xarita, bir kirmashin yoki gaz plita olishi kerak bo'ladi, yoki bir televizor xarid etishi kerak bo'ladi. Qarang, televizorlarning narxlari yozilib turibdi. Bular ham gelishib, savdolashib oladilar. Misol uchun yine S-Smart kompaniyamiz 3 milyon 200 dan 2 milyon 500 ming so'mga tushgan. 2 milyon 500 tushgan. Brando firmamizniki 3 milyon 100 niki 2 milyon 400 ming so'mga tushgan. Qarang, 2 milyon 400 dan buni xarid etib oldi. Shartda yine televizor kerak-ku. Televizordan 2 milyon 400 aldı. Arzon narx. Bunun özem niye realni narx? Bunun özem yok narxı. Özem yok narx. Obunachilar, ya'ni qaranglar, bu degani menimcha hech qayerda yo'q narx. Yo'q narx degani. Sabab yarim narxini tushib qolgan, yarim narxida olasizlar. Undan tashqari ishdan bir liboy bir mayish texnika yasasa bo'ldi. Gaz plita olma, xalatdan olma, televizordan farq yo'q. Farq yo'q. Xohlagan narsasini olib, yine xarid etib ketishlar mumkin bo'ladi. Shunda biletini her bir mijoz uchun bir dona beramiz. Televizor az kirmashin uchun birini oladi, televizor uchun birini oladi. Agar yana bir gaz olgan bo'lsa, yana bir dona bilet qo'shib qo'yadi. Har bir mayish texnika uchun. Nechalik ko'proq bilet olsa, imkoniyat o'tish imkoniyati shunchalik kamroq. Kattaroq bo'ladi, ko'proq bo'ladi. Endi shu xato televizorlardan zo'r aksiyalarni qilganmiz. Narxlarni aytib o'tirmayni 2 milyon so'mdan 40 shik televizor boshlanadi. 2 milyon so'mdan endi 3 milyon 800 4 milyon so'mgacha televizorimiz bor. Xohlagan turini olaveradilar. Hammasini narxlarini sindirib beramiz. Arzon narxlarda beramiz. İbide 32 televizorlarimiz bor. Az qilamiz buni. Qarang, 1,5 milyon 800 dan sotilgan Smart Android 32 dyumdagi televizorlarning narxini 1 milyon 300 ming so'mga tushirgan. 1 milyon 300 ming so'm. 1 milyon 300, 1 milyon 500, 1 milyon 800, 2 milyon so'mgacha televizorlarimiz bor. Bir dana televizor xarid etib oladi. Endi televizorni 32lik olgan odam ovoz ostdan chiqadi, o'zi razmeri kichkinaroq boshqa deydi. Kichkinaligini hissettirmeslik uchun, kichkinani kattadek ko'rsatish uchun yonida azoyib bir dana subwoofer qo'shib beraman. Endi qarang, bu narsani televizorga ulasa bo'ladi. Televizorga ulagandan keyin uyini tasavvur eting, to'yxona bo'ladi. To'yxona bo'ladi. Shu konditsioner subwooferimiz kattasi originali, bilasizlar, qimmat narsa bo'ladi. 3 tanasi ham yonidami bu? 3 tanasi ham yonida bo'ladi. Kamida million turadi o narsa. Shu xato 1,5 million so'mga televizor xarid etdilar. Ya 1 milyon 300 ikini olsinlar. 1 milyon so'm padakisi bor. 300 ming so'm chiqadi. 300 ming so'mga televizor chiqadi. Yine bilet ham bor axir. Yine damoz uchun bilet ham bo'ladi. Joningiz sog' bo'lsin. Kranch ham bo'ladi ichida. Joningiz sog' bo'lsin. Agar 40 kishilik bir o'nlik razmerda olsalar, 2 milyon, 2,5, bari 2,5 milyon so'mlikni oldilar. Sovg'asini qarang. Bir dana subwoofer kalonkasi, kattasidan mikrofonlar ham bo'ladi. Joningiz sog' bo'lsin. Bemalol buni olgandan keyin ijodni boshlab televizor ko'rib o'tirsa, zo'r ko'rishga ish chiqqansa, qo'shilib aytasi keladi. G'ayrati kelsa to'g'ri bosib beradi. G'ayrati kelsa to'g'ri bosib beraveradi. Ajoyib kalonkasi. Bundan tashqari bir dana plisosi, uy bekalarimiz uchun olib bo'lmadi. Bir dana quyosh pechkasi. Nishatdingiz buni ergashmagan. Shoyi uylar sovuq bo'ladi. Sovuq joyda televizor ko'rish hech kimga yoqmaydi. Bir dana qushdak choynik. Endi televizor ko'rib o'tirsa, choy qozonda tursa, gazda tursa, qaynab yotaversa, sikrib chaqirib sikrib chaqiradidan danada gelda chaqirib turadigan ajoyibdan choyniki, uy bekalarimiz uchun zo'rindan kapkir cho'mish komplekt nabori. Bu narsasi ham bo'ladi. Endi televizor o'zini o'tib ketdi, endi ergashmagan gap bu. Televizorni o'zini o'tib ketdi, sovg'alarimiz. Mana do'konchi hisoblasam, bu uyga hisoblasam to'g'riga mindirib tikishga ketadi. Hisob kitobi to'g'riga mindirdi. Bu hammasi Xudo xolasa o'zi niyat etganmiz, yine yurtdoshlarimizni arzon narxda sifatli mahsulot yetirib beramiz deganmiz.
üçüncəliyinə texnikələrini Bu da padarki gene verəmiz deyəmiz. kir maşinlaram ötük gitti. Ötüb getdi. Qara. Buningdi 2,5 milyon televizor aldı deyik. Ne 2,5 yapayım? milyon televizor aldı. O bu nasıl bu nersemizden paçtı milyona yakın nersenlik karan. 1 milyon. Buna milyon bu. Bu nersemizden müşür hem bile düz. Narxlamazsan O neydi? şərt əməz. İndi özünə hesab kitab etəvərin. Özünde tutak bu nerseyi. Özündə ötüb getsə getdi kəmiz qalmadı leki. Anıq. Şu nəsə Ey. kəmiz qalmadı. O bu Alın nasıl git. hakikaten indi leki sezon geldi. Sezonda televizor alınacak canım geldi lekinden narxla. Ümmet tekin gelip kitesine bir gelsin. Yeni narxlarını arzanlatdırman qoyubmuş. Məsələn 4,5 milyon som satılğan televizor 3,5 milyona düşkən hazır günü. 1 milyon soma yoki skit gibi olan. 5 milyon 900 min somluqu 5 milyon soma düşkən. 5 milyon 102 4 milyon 200. Falan 900 min 1 milyon 800 min. Kəmi 500 min soma arzanlağan. Kemi. Kəmi. 50'lik, 55'lik, 65'lik katta düyümdəki televizor xarid etməsələr, ustanovki, dastavki əbziyyətinin içində boladı. Damaz üçün bileti boladı. Bundan taşqarısına kadar. Kolonkeni yenə də Sındır adanı etdirdik. kubiyan da durun kani. Bu bilən Aa bu bundan iki sıra gel. Bu bu ndim kattası bu. Yenə televizoram kattaydı ki. Niçelik Katta televizora televizora kattası boladı. Niçelikler. 50'lik, 55'lik, 65, 75. 50'likler hem Aryan tarafına giten. Gete verədi Aryan tərəfinə. BMW'lar bir toyunu soğup bərədən əcayibindən. Bir dana sambil kolonkası, 2 mikrofonu boladı bunun Aa, içində. kani. Bir dana smart Android, yine karan Rossiyski firmadan Oo. orijinal televizorumuz. Yeri geçmeye geldi. Originalı. Ha bunu ötür paradınız kım oldum. Ötdü yenə, bam ötədi azı. Kani. Bundan taşqarı bir dana Quyaş quyaş peçkəsi. peçkəsi, bir dana pilisosu, bir dana divala salonu. Oo. Ustanovkisi, dastavkisi, damaz üçün biletlərim üçün. O bunu açıla yımın aksiyada savalat karan. Bir tane 50'lik televizor alıp durup. 3,5 milyon somu alıp 1 milyon som indi 1 milyondan koyarıq, 1 milyondan qımmat durardı. Hava. 1 milyonluq, 2 milyonluq televizor, 3 oldu mu? Hava. Beyan tərəfini hesabla. Hesaplı veredi. O bunu açıla öz 3 oldu tutku. 4 milyon 4 somluq milyon. soğuğa tuttu. Yine bunu indir dıpsına bu indi. Krançnerleri bunu indir hesaplamışa temasmı neyse. Hesaplaman üçün çəki teki o. Teki hədiyyə oldu. dedi. Yine damaza biletem gitti. 500 bin som pribilla bot tuttular. Muhakaran Ana ilginç bir televizor gece. alışda faydalı yeri. Hakiki aksiya demek Aksiyanı- mola dindim onu. O bunu açıla bitte like yaddan çıkar mesela sebebi bu aksiyamız. Hele bir güne ben doğrusu bunu işitmeyen ben doğrusu dilleri 300. 10 günlük aksiyamızda bolup ötədi. Bu yegane aksiya desek bağladım bunu kuda. Hava, bu fakat şu yurttaşlarımız mənfəəti üçün aytib ötkənimizdə yine televizorlarımızın narxları bilə yazıb qoyubuz. Hava. Yine 4 milyon 200 bin som, 4 milyon 400 bin som, 4 milyon 600 bin som. İşödə görüb durğan 4 milyonluq padarkiniz 3,5-lıqın alsanızda məmələtədir. 4 milyon 200 ekan alsanızda məmələtədir. Buna karan ayında. Yani bir televizor alamanda bir geldiğinde kuvansına karanlar. Hem Hem yine tele- televizor oladı. Hem balasına sambufer oladı. Hem yenə bir Hem televizor özüne olar. kuhnisine bir televizor oladı. Kuxnisine ya sparmacayına koyalım, bir dənə nəsi olar. Ya ayak dondurmasına koysan bir dənə Soğusa- quyaş peşkəsi, pilisosan mı? o kıyızını kuandırmış televizoru bayarlar. Pilisosan mı yine? Hem Patologa balları dayanan soğuğa hem eyvalları hem özler. Vapşim dım kuanşettadan bir de. Yine televizorlarımızı şu xəta Corning, Mega, Rosso, Limax, Shivaki, İmmir. Monicus, Artel, TCL, LG, Immir, iskılıp kellesine gegen firmanın sorak Ne boy geleversin. var? Yine işöyle televizorlarımız yine bir sıkılatladım köpküden işöyle yine LG mi, Skyward mı, Royson mu, yine Premier, haklığın türleri var. Tellep alışları mümkün. Makaran Nietzsche'lik Hatta tezi şunçalikine saatimiz var. iyi. Nietzsche dana gerekirse 10 gün içinde şunca da tapar. Şuna sesini top veren, Canınız sulaq sağ arası olsun. imkan derecesi top Canınız veren. sağ olsun. Brentində 2 etajlı xaladenikimiz narxı 4,5-4 milyon somon satılğan sezonda. Hazır Hava. gündə 3,5 milyon som satıb tutdu. Dükkanımızdakı narxı 2 milyon 400 min soma qoyub verəm. 2 milyon 400 bin soma 2 milyon ferine. 400 min soma yine yaş xaladenikimiz qoyub Hava. verəm. 2 milyon 500 min soma bu xaladenikimizi qoyub verəm. Oo. 2 milyon 800 min soma kulleri varını qoyub verəm. O bunu açıla bula özü sezonda bile seven çesem satılgan. 3,5-4 milyondan 4 milyon adam satılğan. satılan bula. 4 Lakin milyon hazır son günde 2,5 milyon som, 2 milyon 400, 2 milyon 600 gite veredi. Getə İndi Hava. köp adam narxını dım arzanlaşdırsaq padarkisi yok mu deyə soruyurlar. Yine Bal padır ki baba. padarkisi, bal padarkisi. Yine padır ki bora. Pilisos duxub gedib meydələşib Hava. oturma televizor verəmə. Yok Televizordan ya 1 milyonluqundan emas. 1 Oo. milyonluq 2 milyon som satıladı. Rossiyski firmadan Smart Android hızına Yeri geçmeye orijinal gel. televizor verəm. Hakik sendirden Yine. seni ne desen şundan gindi. Yenə xadimlikiniz görüb dursa bir dənə 2 dənə emas. Haqlağan turizm alışanız O mümkün bu nasıl indi boladı. karan. Renglərən var. Lipoca sürüştürükçelere toşni karan Benim veremeyin. Benim bak gələvərində 2 milyon 400 dedim. 2 milyonluq padak. 400 min zaman çıxdıbdı. 400 bin soma kaladın ya. Novusunu soruydu bunu. Soruydan yeri kalmadı Mağara. onu. Akı bu 2,5 milyon zaman hiç çöydük nerede kaladın. He. Basalarım 3,5 milyon zaman aytıladı. 3,5 milyon som aytıb Bu padak ki, koşarlar. Padar gene koysa. Abi da 2,5 milyon aytıp bir televizor asas 400 bin zaman çıkartır. Ha yine işin nəzə. Yəni köp adam negativçilərimiz var ki,
Padarkini pulun üstüne koyup. Kan nişat koymuş. Obunachilar endi nishat hisoblasangiz 400 ming so'mlik yerini topib bersalar manga, keyin 3 yo'q. narsani aytsalar. 1 millionlik joyini topdimda. 1 million tasala 400 yo'q-ku. 400 yo'q, yani 1 million Yo'q, obunachilar haqiqatdan ham dillerimiz halollik foydadan ustun. Ya'ni yangi aytadi-ku, 10 oy bo'ladi bo'lsa 2 oyni xalq uchun, xalq uchun 10 oy foydamiz, 2 oyimiz Joningiz sog' yurtimiz bo'lsin, uchun, xalqimiz uchun bo'ladi. Yerga Agar ham bir televizorni- portla chiqadi ekan aytib bor. Qani bo'lsa bo'lsin, bir bo'lsin deymiz. Bo'lsa bo'lsin, xalqqa bo'lsin. Hezatsin, yo tillada daston bo'lsin deydi-ku. Yine katta xaladenliklarimiz, bularimiz yine marazenlikleri pasta bo'ladi, Nofros model bo'ladi, Daiwo firmadan zo'ri kattasi 180 katta bo'ladi. 6,5-6 million so'm sotib turadi. Bugungi kundagi narxi 5 million 400 ming so'm qo'yib beramiz. 5 million 400 5 ming million so'm. 400 kattasi. Bu o'yina qaranglar, Ina bu- obunachilar. Ina bu Pozis firmaniki, rossiyskisi, undan ham kattasi bu. Ishlar ham katta bo'ladi, Qani? zo'ri, yaxshi modeli. Bu ham 6 million 800, 6 million deb sotiladi. 5 million 600 ming so'm qo'yib beramiz. 5 million 600 ga qo'ydim. 5 million 600 ming so'm qo'yib beramiz. Immer brendinden yine setkalar arkasında BAM yine Nofros model bo'ladi, inverter bo'ladi. Основной pastoklardan ishchidan bo'ladi. Inverterning kompressor bo'ladi. O'zi 7,5-7 million ham sotib o'tiribdilar bugungi kunda ham. Endi birov bilan ishimiz yo'q. Bizning do'konimizdagi narxi 5 million 900 ming so'm. 5 million 900 ming so'm. Endi kattalashgan sayi yana narxlari har xil ketaveradi, lekin e'tibor etib tursalar, summasi ish o'rni o'zida 1 million so'mgacha qaytib turibdi. Katta, mesela mana bu 8,5 million so'mni sotib qiladi ikimiz. 8,5 million so'm. 6 million 500 ming so'mga tushgan. 6 million 500 ming so'm. Qarang, bunda 2 million so'm qaytildi. Bunda 1 million so'm qaytildi. Har qaysisida har xil, hammasining narxida skidka bor. Endi katta televizorda, katta xaladenlikda bir dana kichik televizor, ya'ni aytganimizdek kuxnisi uchun, bundan tashqari mehmonxonasi uchun kattasidan ham bir dana televizor qo'shib beraman. Hop, Ergashbekiga 2 televizor bo'ldi. Hop, bir xaladini kelsa 2 televizor. 2 televizorlar bor ama. 2 televizor. Birisi mehmonxonaga, birisi kuxniyaga. Birisi mehmonxona, birisi kuxniya. Endi qarang. Havo. Bu 3 million so'mlik televizor, bu 2 million so'mlik televizor. Havo. 5 million bo'ldimi? Ha. Ekran shteyni ham beraman. Damoz uchun biletini ham beraman. Ustanovka dastavka ham etib beraman. O'zi 5,5 million so'm, 5 million 400 olib turibdi. 400 ming so'm? 400 ming so'm qoldi. 400 ni ichida ustanovka dastavkalar ham bor. Ha, u yetishini bilaman o'zi. Bular bilan hisoblasak foyda yo'q bundan. O'zi bilan o'zi. Nima deydi? 5,5 million olasiz. O'zi bilan o'zi deb ketadi. 5 million 400 ming so'm sovg'asi bo'lib turibdi. Mana qarang. Nerealniy narx. Haqiqatdan ham obunachilar qarang. 5 million 400 ming so'm shunchalik katta gigant xaladenik olib turib qaranglar. Nida ko'rgansizlar? 1-3 millionlik, 1-2 millionlik televizor obunachilar. Internetga giradon, smart, Android, голосовой, Bluetooth, Bluetooth televizora beriladigan savollarning hammasini beraversa, ish televizorda bor. Qarang seriyashiga. Kransiylar ham bor ichida. Shunda 5 million 400, 5,5, 6, 7 liboy nima qiladi? Liboy nima qiladi? Ish xatordagi xalagan turini oladilar, ish narsalarimiz 2 televizorimiz tekinga bo'ladi. Mutlaqo tekinga bo'ladi. Joningiz sog' bo'lsin. Obunachilar, ya'ni bir televizor, 2 bir emas, 2 televizor qo'shib berib turibdilar. 2 televizor. 2 televizor bo'ldi. Bir emas 2 televizor bo'ldi. Ni realniy aksiyadagi ishingga bo'ladi. Hali bo'lmagan aksiyada ishingga bo'ladi. Bu aksiyalar haqiqatdan ham men ko'rib keladim. O'zim hayratlanib keladim. Men Ergashbekiga buni Ergashbekiga necha ko'tarib turibdi ekan deb turibman. Qarang endi. Endi o'zim fikrimdan endi. Endi obunachilar ham fikri meniki bo'ladi beradi odamimiz-ku. Nishab chot beradi dedi. Buni aqal nishab chot beradi dedi. Buni uchun ishab tursiz, buni siz. Nima uchun menusini ishab tursiz? Endi qarang, shu yerda masalan ishi hozir xaladenliklarimizni narxlarini tushirdik deganimiz, sezon o'tgan mahsulotlar, sezon o'tdi deb aytiladi. Zavodlar ham narxlari tushgan. Lekin zavodlar ham tushirgan bo'lgan bilan birdan ikkidan olsak tushirmaydi. Hamma barabar bildik bu narxi. Hamma olmaydan, bermaydan. Katta partiya olamiz, katta obyomni olamiz. Obyomni olgandan keyin zavodlar ham bizlarga chegirmalarni beradi. To'g'ri. Shu chegirmalarni kisamiz olib qolib foydalansak ham bo'ladi. Lekin xalqimizga, yurtdoshlarimizga bersak, ertaga klientlarimiz ko'payadi. Do'konimiz savdo hajmi oshadi, boshqasi bo'lib, yanada ko'proq mahsulotlar oladi. Joningiz sog' bo'lsin. Hurmatli obunachilar, ishiga uchun bitta like bosasizlar. Sababi diller 300 dir aksiya hech joyda yo'q deb bilamiz. Sababi qaranglar, hozir nishat hisob kitob qilaman desangiz ham chot bermaydi. Kalkulyatorda to'g'ri kelmaydi turibdi. Gelmeydi onun narxi bo'ladi. Nishat desangiz ham to'g'risida. Yana yani podarkini üstüne qo'yibdi, boshqa degan narsalar ham bor. Endi 5 barmoq deng emas. Bozorda yaxshi do'koncha ham bor, yomon ham bor, o'rtacha ham bor. Har xil do'kon. Men o'zimni yaxshi ham demayman, yomon ham demayman. O'zini o'zi bino qo'yish deb aytiladi. Shuning uchun o'zlaringiz ko'ringlar videomizni, narximizni eshitinglar, solishtiringlar, podarkimizni solishtiringlar. Hech solishtirmak shart emas lekin bunga endi. Solishtirmak shart emas. O'sha eshitilib turgan narsa. Bir narsa xarid etasiz, bir narsa bilan chiqib ketmaysiz deb aytib ko'pmiz. Oddiy pilisos, pechka olsangiz ham sovg'asi bor deb ko'pmiz. To'g'ri. Ishda yine pilisoslarimiz bor. Masalan, men Biandam pilisoslarimiz bor. Ishda yine
orijinal firmadan brenddagi plisosdan zat taxlab qo'yibmiz. Tamam. Bir dana plisos oladi, bir dana plisos oladi. Qarang, bir dana parotikini qo'shib beramiz. Ho. Bir dona pilisos oladi. Nerealni aksiyani yana bir isboti bo'ladi. Yine yengilik. Bir dana pilisos oladi, endi xohlagan turini oladi. Bir dana pilisos, bir dana parotiki. Yo'q, parotikim kerakmi desa, bir dana sokajmaksini beraman. Samsung firmadan orijinaldan bir dana sokajmaksi içinde. Samsung obunachilar. Yaxshisidan bo'ladi. Kuz mavsumida hammaga birdek kerak bo'lgan sokajmaksimiz ichida bo'ladi. Gap isbot etdingizmi endi? So'z isboti bilan ketdi. So'z isboti bilan obunachilar. Lekin haqiqatdan ham lekin bunchaki aksiyangda obunachilar qiylagi. Faqat shoshilasizlar. Telefonni ko'rdingizlar. 10 gün. O'ylanib o'tirmang obunachilar. Telefon etib, ya aksiyangiz rostmi, haqiqiymi deb o'tirish shart emas. 1000 marta eshitganda bir marta ko'rib kelgan yaxshi bo'ladi. Ba'zi telefonda savdo degan narsa unchalik o'xshamaydi. Ibera kelib qo'lingni berda meni ayttirib, tortishib 5 milliondan 4 ta tushir degan narsa boshqa narsa bo'ladi. Boshqa boshqasi bo'ladi. Ishni ayttirib savdolashib olaveradilar. Bo'ldi. Qarang, shu yerda konditsionerlaringizni narxini 4 milyon 300 bin so'm, 4 milyon 400 bin so'm, 4 milyon 800 bin so'm, 5 milyon so'm Rules kompaniyamiz, Premier 5 milyon 200 bin so'm, Inverter model. Inverter model istagan turidan savdolashib, qaytarib, kelishib oladilar. Xolasa 18lik olsin, xolasa 24lik. Birova oqi kerak deydi, birova serisi kerak deydi, birova oynalisi deydi. Ish qilib farqi yo'q. Yashil bilan qizildan boshqa sveti bor. Xohlagan turinda xarid etib oladilar. Yanında prostoy narsa, podarkaga bergan narsamiz yaxshi chiqmasa bizani ba'zi ko'nglimiz jani tushmaydi. Shuning uchun azoyibidan, zo'rindan ustilari cho'yinli. Ustilari cho'yinli. Duxovkalarning ustidan tegan birgalikda yanadi, gazda yanadi. Originaldan gaz plitasini qo'shib beraman. Bo'ldimi deymirim. Ina bu bir dana vitishkani originali, 3 skorostosi, sveti yanadi, uni motori kattasidan ham birisini qo'shib beraman. Ishi ikkisi sovg'asi bo'ladi. Sovg'asi. Damas uchun bileti sovg'asi. Ustanovkisi, dastlabkisi ichida bo'ladi. Qarang, 4 milyon 400 bin so'm, 4 milyon 800 bin. Baring 5 milyon so'm odaylik. 5 milyon so'm xarid etdi-da. Ishi ko'rib turgan sovg'amiz ichida bo'ladi. Ya'ni eng full gaz bileti. Bizdan Nirja uka. Eng fullidan vitishkamiz ichida. Yo'q, mana unda gaz bileti bilan bu vitishkani yaqinda o'yadim bu narsa kerakmidi desa 50 dyumlik 1 metr 30 santimetrlik originalidan bir dana televizorni ochadi. Endi to'xtang ishida. Buni narxi 4 milyon 805 milyon xarid etdi. Buni narxi 5 milyon so'm turadi buni. 5 milyon so'm. 5 milyon so'm sotiladi televizor. Gap bu isboti bilan desak bo'ladi. Hali ustanovki dastlabkilari turibdi. Endi libojaga borib 50 lik televizor o'zini so'rayversin narxini. Narxini bemalol so'rab kelaversinlar. Endi yana shu yerda klientlarimiz kelsa, instruksiyasini aytib, informatsiyasini berib, xonani metr kvadratlarini o'lchab kelsinlar, zo'rinni o'zlarimiz tanlab beramiz. Yazına, qishini, kuzini, baharına 4 tane faslına 4 tane pechat bosib beramiz. Bo'ldi. İşleme salmashtirib beramiz. 3 yil servis kafolatini beramiz. Hamma narsasi batafsil aytib beriladi. Bo'ldi. Ishini katta motorli, kichik motorli, o'rtachasi hammasi haqida batafsil ma'lumot berib, chiroylatib beriladi. Joningiz sog' bo'lsin, joningiz sog' bo'lsin. Hurmatli obunachilar, dastlabki ustanovkasi Xorazm Qoraqalpoq bo'ylab qoladi. Oilaviy kanaldan ko'rib keldim desalar, yana bir dana podakisini qo'shib beraman. Sirli sovg'asi bo'ladi. Sirli sovg'asi. Faqat like bosib qo'yishadi. Like ni bosib, kommentariya yozib, oilaviy jo'natib, aka-ukalar jo'natadilar, oilaviy to'g'ridan ko'rib keldim, oilaviy kanaldan desalar, yana maddini bir dana sovg'a beramiz. Bo'ldi. Sirli sovg'asi bo'ladi. Sirli sovg'asi bo'ladi albatta. Ha. Yine sizlarga hurmatli obunachilar aksiya. Bir gaz filtrini ham aytib bersak, gazni ko'rib yodimdan tushdi, bular esdan chiqartir ekan. Gaz filtrlarimizning shu yerda turlari ham ko'p. Hozir aytganimizdek, simli varianti bo'ladi, temirlisi bo'ladi, chuqurlisi bo'ladi, sirchalisi, nirjavkasi, sveti yanadi, uni grillisi, har xil turdagilar bor mana. Endi istagan turini olishlari mumkin. Narxi 2 million so'mdan boshlanadi. 2 million so'mdan boshlanadi. 4 million so'mgacha gaz filtrimiz bor. Bir dana gaz filtre xarid etib oladilar. Bir dana qushtekchaniki tekin. Sikradani. 3 talik nabor tekin. 4 talik nabor tekin. Bundan tashqari yana bu yerda ichida 19 dana person bo'ladi ekan. 19 dana narsasi bo'ladi. Kepkir, cho'mich, vilki, qoshiq, balobet, pichoq, doskazi, hamma o'zi 19 dana narsasi bo'ladi. Bu ham tekin. Ya aytganingizda videomizga like bosib, kommentariy yozib, oilaviy kanaldan ko'rin desa, ina bu nima deydi? Katta bir qozoni palov pishiradi. To'y qozoni. 15 yarim kilo oladi u qozon. 15 yarim. Ina sizlarga kerak bo'lsa, obunachilar. 15 3
15'i 3 litrdə bəs qoydu. Bu yəni bazarda 200 min so'm qazanamayız. 200 min so'm 700-800 min so'mdura satıb alsalar. Şu nərsəsi tekin, hakiki Kukmara Grand Sami firmadan orijinaldan qazanı qoşular. Bir bu məs, işə həməsi tekinga болады. Obunachilar qaranglar, ujum uni sovg'asini hisoblaymiz desak, ujum dim ko'p bo'lib ketdi. Dim ko'p bo'lib ketdi. Sababi bir gaz plitalasida ish sovg'alar qo'shiladi, dastlabki ustuna ko'rsam. Dastlabki biletim içində, damas üçün biletlər ham içində болады. Həmməsi mutlaka teki içində болады. Canınız sağ olsun. Bemalol ine xarid etib alışları mümkün болады. Xudo xolasa aytganingizdek 10 gün bo'ladi. Shu xata 10 gün içində gəlib isbit etib alıb qalışları kerak bo'ladi. Nə deyimiz? Ötken safargı kommentariyamız var idi. Kommentariya şovumuz var idi. Şu kommentariya şovumuz üçün qoyulğan sovg'alarımız var idi. Şularni aniqlab o'tamiz. Qani? Mana bir xata aniqlab bersək. Xudo xolasa. 3 dana zepte nabor qo'yadik. Bunun içində tapası, kazanı, şuna oxşayan nərsələri болады. 3 dana qoyğan ekənmiz. Ötken safargı videomuz biraz bo'lib ketdi, başqa bir ay bo'libdi. Xudo xolasa yine kommentariya şov orqali aniqlab beramiz. Hava eng ustida kalan hisoblanadi. Eng ustida kalan hisob bo'ladi. Bir akkaunt egasi 2 marta o'tdi. Bo'ldi. Basing asa. Dillir 300 halollik foydadan ustundir. Ana to'xtadi. Kim degan? Aysulu Turanova degan yurtdoshimiz 100 dan ortiq kommentariya yozgan ekanlar, yine görüşlər mümkün. 100 dan ortiq. Screenshot etib qo'yamiz. Bemalol ishu nabolumizdan bir sinibdilar. Ek ketishləri mümkün bo'ladi. Gegerlə davom etamiz. Dillir 300 halollik foydadan ustundir. Kim degan? Yana shu yurtdoshimiz chiqqan ekan, bir akkaunt egasi 2 marta o'tmaydi. 1 marta o'tkazamiz. Omadlagan baribir. Omati o'ta kuchli ekan. Almat Aytbayev degan yurtdoshimiz, Almat Aytbayev 100 dan ortiq kommentariya ekanlar. Tabriklaymiz. Ikkinchi naborimiz g'olibi bo'ldilar. Üçüncüsü indi pəsraqda aniqlaymiz. Kommentariyamiz dün ko'p. Dillir 300 halollik foydadan ustundir. Yine eng ustidagi. Eng ustidagi. Bular 100 ko'p. Qalbika Muhammad Rizayeva. Qalbika Muhammad Rizayeva degan yurtdoshimiz 100 dan ortiq kommentariya yozgan ekanlar. Tabriklaymiz. Shu naborimiz g'olibi bo'ldilar. Nechalik kommentariya ko'p yozsanglar, shunchalik o'tish imkoniyati ko'p bo'ladi. Ko'proq yozishni tavsiya qilamiz. Bugungi kommentariya showumuz uchun ajoyibundan Xudo xolasa sizlarga shu blenderimizdan qo'yik. Qani? Blender. Hozir kuz mavsumi, shu xato hammaning uyida meva, sabzavot, poliz ekinlarini yig'im terim vaqti-ku, hammaning uyida bo'ladi mevalarimiz. Shuning uchun shu narsamizdan 3 donani qo'yib beramiz. Samsung blenderdan ajoyibundan 3 dona blender qo'yib beramiz. Xudo xolasa keyingi videomuz, shu dukanimizda olingan keyingi videoda kommentariya show orqali shu sovg'alarimiz g'olibini aniqlaymiz. Hurmatli obunachilar, qaranglar, nechalik ko'p kommentariya yozsa, shunchalik o'tish imkoniyati ko'p bo'ladi. Ya'ni 3 dona o'rinlikka 3 dona blender qo'ydilar, o'zim Samsung firmasidan. Obunachilar, zo'rmi? Endi qarang reshiyoga. Xudo xolasa buni like bassa, ko'p kommentariya yozsa, o'tish imkoniyati ko'p bo'ladi buni. Ko'p bo'ladi. Endi aka-ukalar jo'natib qo'yishdan shart jo'natib qo'yamiz. Bo'ldi. Esa hammasini ko'ryapsiz bo'ldik deb umidamiz. Salomat bo'lasiz. 10 kunlik aksiyamizda hamma yurtdoshlarimizni kutamiz. Yana aytganingizdek do'stlarga borib qo'yasizlar, chunki aksiyamiz hamma uchun birdek manfaatli bo'ladi. Bo'ldi. Esa joningiz sog' bo'lsin, omon bo'lsin. Hurmatli obunachilar, haqiqatan ham aksiyamiz, aksiyani dadasi, dillar 300 dagilar sizlarsa.